Tilaklar ichidan izlab topganim, Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan shu kun sizday insonlarni ko'proq yaratsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Osuda osmon ostida bizlarni g'oyibona tinglab boruvchi dilga yaqinlarimiz. Omonmisiz yaxshilarimiz? Kuningiz xayrli, barakatli o'tsin degan holatda yaqinlarimga tabriklarim. O'z ish faoliyatlarimizni boshlaymiz. Studiya mikrofonlar qarshisida yana men boshlovchingiz Manzura Gamna bo'laman. Bugun bizga yetib kelgan barcha tabriklarni mehrli qalblarimiz bilan yana bir insonning qalbiga quvonch ulashdi. Ularga qo'ng'iroq qilishda davom etamiz. Qani, ketdik sizlarga. Onajon, gullar sochaymi poyingga? Onajon, gullar hayron chiroyingga. Onajon, bag'ringga bos, mehringga qonay. Onajon, seni quvontirib quvonay. Meni kutar kecha kunduz, yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir. Omadimning sababi o'zi, baxtimning yulduzi bu faqat onamdir. Atrofimda yonib parvona, dunyoda bir dona bu faqat onamdir. Duosi oshkora pinhona, tunlari uyg'ona bu faqat onamdir. Kechalari ko'chalarda dayidib, yarim tunda kelsam uyga qaytib. Keldingmi bolam der meni deb begonim, onajonim mehribonim beozorim. Yuzlarimdan o'par, ko'zlarimdan o'par, oshsa haroratim to'rt tomonga chopar. Dardimga qaydan bo'lsa ham malham topar. Meni kutar kecha kunduz, yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir. Omadimning sababi o'zi, baxtimning yulduzi bu faqat onamdir. Atrofimda yonib parvona, dunyoda bir dona bu faqat onamdir. Duosi oshkora pinhona, tunlari uyg'ona bu faqat onamdir.